Asrlar tarixini munis quchog'ida asrab avaylab kelayotgan purviqor tog'lar, dala-dashtlar, mevazor bog'lar, zilol chashmalar va yilning 4 faslida ham inson ruhiyatiga orom bag'ishlovchi dilbar tabiat Sug'ning haqiqiy tashrif qog'ozidir. Maftunkor tog'lar bag'riga yilning qaysi faslida safar qilmang, kelgusi yil yana o'sha kunlarni aynan shu maskanlarda o'tkazishni qumsaysiz. Sug'd tumanida turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Bu imkoniyatdan samarali foydalanish, tumandagi Hazrati Ali mahallasida turizm maskanlarini tashkil etish va tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida mazkur mahallaning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturi mahalla yetiligi tomonidan shakllantirildi. 2026-yilda juda katta maqsadlarni biz oldimizga qo'yganmiz. Albatta, kuni kecha tuman hokimligi ham mas'ullar bilan Hazrati Ali mahalla fuqarolar yig'inini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturini shakllantirdik. Albatta, mahallamizda asosiy driveri bu turizm hamda chorvachilikdan iborat bo'lib, mahallamizdagi tadbirkorlarni jalb qilgan holda Hazrati Ali ziyoratgohida ziyorat turizmi, Dudmon tog' yon bag'rlarida shu tabiat turizmini, ekoturizmni tashkil qilishga bel bog'laganmiz. Mazkur hududdagi Hazrati Ali ziyoratgohi, tarixiy mavzelar va tog' qiyaliklarida barpo etilgan yashil bog'lar mahallaning turizm markaziga aylanishida muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda mahallada infratuzilma yaxshilandi, zamonaviy xizmat ko'rsatish inshootlari barpo etildi. Qishloqdan 2 kilometr uzoqlikdagi Hazorchashma mavzesidan suv tortib kelinib, 70% aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Qolgan xonadonlarni ham suv bilan ta'minlash ishlari davom etmoqda. Tashabbusli byudjetda aholi faol ishtirok etib, ko'p ovoz to'plagani sababli mahalladagi maktab hududiga qo'shimcha bino barpo etildi. Qisqa davr ichida mahallamizda ko'pgina obodonchilik, bunyodkorlik ishlari olib borildi. Mana mahallamiz raisi atrofida biz jips bo'lib, shu prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan g'oyalar, ilgari surilgan dasturlar asosida shu birlashib biz bir maqsad sari intilib, mahallamizda mana yangi bino, mahallaning binosi qurib bitkazildi. Mahallamizda mana qariyb 70% aholimiz toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Mana maktabimizda 5-maktab joylashgan bizning hududimizda 5-maktabda 3-bino foydalanishga topshirish arafasida. Mana buni nafaqat shu bitta mahallamizni, butun tuman miqyosida shu prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan g'oyalar o'z aksini topmoqda. Bugun qishloq ahli islohotlarni o'z hayotida his etmoqda. O'zgarishlar va hayotbaxsh dasturlar odamlarning g'ayratini oshirib, ularni katta ishlarga ilhomlantirmoqda. Chindan ham qishloq ahli bugun islohotlarning faol ishtirokchisiga aylangan. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyev, Sug'd tumanidan tayyorlandi.